Assalomu alaykum aziz obunachilar. Vrach travmatolog ortoped Ahmedov Obidjon Sobirjonovichman. Chirchiq shahrida joylashgan Axis Atlant klinikasida travmatolog ortoped shifokor bo'lib ishlayman. Kuz mavsumida bolalar o'rtasida juda ko'p virusli, etiologiyali kasalliklar keng tarqamoqda. Shu virusli kasalliklar oqibatida bolalar o'rtasida ham juda ko'p ortopedik muammolar kuzatilib kelmoqda. Yaqinda 13 yoshli bemor bizga oqsoqlanishiga, yurish qiyinligiga va chanoq son bo'g'imida kuchli og'riqlar bilan murojaat qildi. 13 yoshli bemorda MRT qildirib tekshirganimizda o'ng chanoq son bo'g'imida o'tkir artrit holati kuzatildi. Bu yoshda juda kam uchraydigan holat bo'lib, shu holat bo'yicha biz davo muolajalarini boshladik. Agarda bolalarning o'rtasida jarohatsiz bu oqsoqlanish, og'riqlar, yurmay qolish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, darhol yashash joyingiz bo'yicha travmatolog ortoped yoki bizga murojaat qilishingiz mumkin.